Burchatga terish arzon bo'lsinmi yoki bo'lmasam sifatli bo'lsinmi? Qaranglar do'stlar, men sizlarga ham arzonini topib qo'ydim, ham sifatlisini topib qo'ydim. Ko'rib turgan fayzli xonadonlari jami 220 kvadrat metr joyga ustakalarimiz chiroyli qilib burchatkalarni terib beribdi va so'killariga esa metallogranitlardan g'ishtli variantda terib berishibdi. Burchatkalarimizga keladigan bo'lsak, 25 ga 50 sirg'anib ketmaydigan variantida bo'lar ekan. Narxini aytaman, hayron qolasiz. 1 kvadrat metri materiali, usta haqisi, ustanovkasi ichida 120 ming so'm. Mana bu gilamchalarimizni sotib olish narxlari 1,5 million, ustanovkasi 300 ming so'm bo'lar ekan. Fosforli, ya'ni kechasi yonadigan gilamchalardan bo'lar ekan. So'killarimizga keladigan bo'lsak, 60 cm balandlikka qalamchali g'ishtli variantda mana shu joylari metallogranitdan bo'lar ekan. 380 ming so'm hamma mahsuloti ichida bo'lar ekan. Uyda gasidan mana shu joyga met pisok, sement, kafelni qilib olib berar ekan, bo'ldi do'stlar. Undan tashqari zinalarimizga keladigan bo'lsak, zinalarimizni tabiiy toshlardan qoplab beribdi. Ko'rib turibsizlar, juda ham zo'ridan bo'lar ekan do'stlar. 1 metrini zinamizni pog'onasi Xo'p, 250 ming so'm, tepa qismlariga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metri 200 ming so'm bo'lar ekan do'stlar. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar do'stlar.